Everest tog'ida 6 kun mobaynida bedarak ketgan nepallik gid tirik holda topildi. O'z tajribasi tufayli mashhur alpinist Edmund Hillary sharafiga Hillary laqabini olgan va boshqa alpinistlarga cho'qqiga ko'tarilishda yordam ko'rsatish bilan shug'ullangan 52 yoshli Dava Sherpa 30-may kuni ertalab ulkan tog'lar cho'qqisiga yaqin joyda yo'qolib qolgandi. U pastga tushishda sheriklaridan ajralib qolib ketgandi. Bir necha kun davom etgan qidiruv ishlari samara bermadi va uning tirikligidan umid qolmagandi. Lekin 4-iyun kuni qutqaruv amaliyotiga jalb etilmagan va shunchaki tog'ni chiqindilarni tozalab yurgan guruh a'zolari uni alpinistlar bazasi yaqinidan topib olishgan. U bu vaqtda barmoqlari muzlagan va gapira olmaydigan holatda edi. Uni darhol shifoxonaga olib borishgan. Hozirda ahvoli yaxshiligi ma'lum qilingan. 6 kun mobaynida Dava Sherpa yegulik va kislorod zaxirasisiz 7500 metr balandlikdan pastga tushishiga to'g'ri kelgan. Qolaversa, 1-iyundan toqqa chiqish mavsumi yakunlanganligi tufayli pastga tushish yo'lagidagi zinapoyalarning ayrimlari olib qo'yilgandi. Dava esa bu joylarni aylanib o'tishiga to'g'ri kelgan. Davaning muzlikning zinapoya bo'lmagan qismidagi chuqur yoriqdan o'tishi ham qo'rqinchli, ham hayratlanarli voqea, deydi qutqaruvchilardan biri.